Isroil bosh vazirining Quddusdagi qarorgohiga raketa hujumi haqida xabarlar keldi. Ba'zi manbalarga ko'ra, raketalar Benyamin Netanyahuning qarorgohiga juda yaqin kelib tushgan. Bu yangilik Yaqin Sharqdagi vaziyatni yanada keskinlashtirmoqda. Salom, siz Turfa xabar kanalidasiz. Eng muhim va dolzarb yangiliklarni biz bilan kuzatib boring. Xalqaro ommaviy axborot vositalari Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuning qarorgohiga raketa hujumi uyushtirilishi mumkinligi haqida xabar bermoqda. Eron davlat va hukumatga qarashli ommaviy axborot vositalari Quddusdagi qarorgoh yaqinidagi nishonlarga raketalar otilganini da'vo qilmoqda. Eron davlat televideniyasining xabar berishicha, raketalar hukumat binosidan bir necha metr narida kelib tushgan. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi ham bosh vazirning qarorgohiga qilingan hujum muvaffaqiyatli bo'lganini da'vo qilmoqda. Eron manbalariga ko'ra, hujum nafaqat qarorgoh atrofidagi hududni, balki Isroil havo kuchlari qo'mondonligi bilan bog'liq obyektlarni ham nishonga olgan bo'lishi mumkin edi. Biroq Isroil tomoni bu da'volarni qat'iyan rad etdi. Isroil rasmiylari bosh vazirning qarorgohiga yetkazilgan zarar haqidagi xabarlar asossiz va yolg'on ekanligini da'vo qilmoqda. Shu bilan birga, Eron harbiylari Isroil harbiy infratuzilmasi haqida muhim razvedka ma'lumotlariga ega ekanliklarini da'vo qilmoqdalar. Eron qurolli kuchlari oliy qo'mondoni maslahatchisi Rahim Safaviy, Eron razvedkasi Isroilning asosiy harbiy va siyosiy nishonlarining joylashuvini bilishini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, nishon ma'lumotlar bazasi doimiy ravishda yangilanib borilmoqda. Shu bilan birga, Isroil mudofaa kuchlari ham Eron hududida o'tkazilgan operatsiya haqida xabar berishdi. Isroil harbiylarining ma'lumotlariga ko'ra, zarbalar Tehron markazidagi mamlakat oliy rahbariyati bilan bog'liq obyektlarga qaratilgan. Xabarlarga ko'ra, hujum nishonlaridan biri xavfsizlik yig'ilishlari o'tkaziladigan va strategik qarorlar qabul qilinadigan majmua bo'lgan. Isroil tomoni operatsiya uzoq vaqt davomida razvedka ma'lumotlarini to'plash va tahlil qilishdan so'ng amalga oshirilganini da'vo qilmoqda. Hech bir tomon hali ham zarar miqdorini mustaqil ravishda tasdiqlamadi. Biroq bu o'zaro bayonotlar fonida Isroil va Eron o'rtasidagi keskinlik kuchayib bormoqda. Siz Turfa xabar kanalini tomosha qilib kelmoqdasiz. Eng muhim va dolzarb dunyo yangiliklaridan birinchi bo'lib xabardor bo'lish uchun kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va kanalni yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. E'tiboringiz uchun tashakkur. Keyingi yangiliklarda ko'rishguncha